Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, yaxshimisizlar? Diyorimiz san'at ishlarining o'tmishi, bugungi taraqqiyotini, shundaqla san'atkorlarimizning sizlar bilishga qiziqadigan qiziqarli hikoyalarini aytib, san'at suyar xalqimizning ma'naviy turmushini betib kelayotgan Tangirtog' san'ati programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Savirdin Imom. 1964-yili ishlangan Qumluqdagi Yeshil To'lqin filmidan keyin to'p-to'g'ri 15 yil hikoya film ishlashdan to'xtagan Tangirtog' kino studiyasi davlat qurilganligining 30 yillik to'yiga atab ishlagan nodir filmdan birisi bor. İbrahim yomon niyat bilan bizni usuzlikdan o'ldirmoqchi bo'lgandi. Biroq usuzlikdan o'lish taqdirini Xudo uning ato qildi. Sizlar uni doğramasliginglar kerak. Mana bu sudagi apyon harig'i sizlar bilan bizni chambarchas bog'lagan. Agar kimiki qochmoqchi bo'ladi ekan, yerim yo'lga bormay turibla, cho'qim usuzlikdan o'lib ketadi. Buni bilib qo'yinglar. Film vaqaligini unutib qolsangizmi, buva deb chaqirgan umoq bir bola yodingizda bo'lishi mumkin. Bu 1979-yili Beijing kino studiyasi. Shundaqla yana Tangirtog' kino studiyasi birlashib ishlagan vatanparvarlikni bosh tema qilgan hikoya film Yo'l boshlag'ichi. Bu film ishlanganiga garchi 36 yil bo'lgan bo'lsa-mu, mazmunining cho'nqur, vaqaligining qiziqarliligi bilan ko'rganlarimiz hozirgacha tanishib setib olgan filmga aylandi. Balam, qandoq kelding? Bova, senin qadimi shaharga ularning yo'l boshliqchisi bo'lib borganligingni anglab, yerim kechiran hech kim Film qo'yilgandan keyin 1980-yili 4-oyning 29-kuni Xinjiang tarixida tunji qitim Madaniyat ministrligining Munavvar hikoya film mukofotiga erishdi. Film ssenariyasini Ding Fo yozgan. Wang Xinyu, Shefi qatorliqlar rejissorlik qilgan bo'lib, filmda asosli rollarni olgan artistlar bilan tanishishni xohlasangiz, hamda ularning rol elish jarayonidagi qiziqarli ishlarini bilgingiz kelsa, nazaringiz bugungi programmamizning ekran sahifasida bo'lsin. Bugun Yo'l boshlag'uvchi nomli filmga qatnashgan asosli aktyorlardan atoqli aktyor Abdumet Sodiq aka bilan Tangirtog' kino studiyasining atoqli artisti, shundaqla rejissyori Tuyg'un Ahmedi akamizni alayda taklif qildik. Assalomu alaykum Tuyg'un aka, xush kelibsiz. Tuyg'un aka, siz Tangirtog' kino studiyasining peshqadam artisti, shundaqla rejissyori bo'lish sifatingiz bilan Yo'l boshlag'uvchi nomli shu film haqida ko'rganlarimizga tushuncha bergan bo'lsangiz. Ben şu 70-yıllar Abdumet Sodiq bilan opera teatrda ishlayotgan vaqtim. Opera teatrda. Teatrda shu vaqtda Beijing kino maktabininki ikki rejissor keldi. Kelib shu vaqtda biz zal tayyorlik qilayotgan. Qilsak kelib qarab, ammo yosh vaqti bo'ldi-ki dedi meni. Degan ki nima desek, başta bir film bor, yo'l boshlash degan. Shuningga yosh o'tir yosh vaqt bo'lgan, qiyr vaqtga yeni boshqa qilsak bo'ldi dedi. Men oqsoqlik qilib yerda oy 3 odamni bir odam o'yinsimda yosh vaqti, o'tir yosh vaqti, qiyr vaqtini sen ko'zimga bir qarab qo'ydi. Chunki katta shu vaqtda degansiga keyin ketdi. Sen tanıdı o. Üç yılki sen oynanan olduğunda. Şu vakti olmadı ama şu üç rolga. Yaş vakti, orta yaş vakti, kıyır vakti. Ondan okulda. Şu vakti ise eskiden ondan sonra rolünü şu vakti oynayan. Yani bu rolünü oynaş için şu vakti gıyrıp sendiniz. Şu yerde gıyrıp senle tiyadaşlarında meni Abdullah Şatır bilgan. O rejissor qaytdi qo'yib olmaydi. Yo'q, sen Abdullah Şatır chiqsan deydi. Unda qilma kinoga chiqmagan, kinoga chiqib boqay. Desam, yoldirib yurib, uni de. Uni ungandan keyin birinchi qatim shu e'tiqod qildik.
Turpan'a. Turpan. Turpan olan ki rejissör deydi. Tuyğan birinci job seni alamayız deydi. Diyenlikin şunu hemen kolay tayarlık var hemen. Olamın tayarlık var, kinonun tayarlığını. Bir saate iş betiş olmaydı. Onun için üzerime döktük kodadı direktörüm. Ciddileşiyor. Ciddileşiyor hemen. Rejissör dedim. Onda kama bugün ma filmnin birinci görünüşün başkalarını ağın. Ben körep bakay kino kanda kılıdı. Onun ki beni ağın. Sen ciddileşme işte olmaydı. Başçısını aldınız deydi. Abla deydi. Şunun olan en başta beni aldı. Ağın ki başta ciddileşip etti. Bir saat mı, 2 saatlik teyallı kıldık. Başlayamaz dedi. Aldı. Ağandaki bir 2 katım, 3 katım ağandaki asla külüm aldım. Yani onu aldım mı restoran sonra hem de drama ile kinonun farkında oldu. Sen kinonu tebrik bir insan bulurdu dedi. Şuna da kino ediştin şuna başlama ağadı. O vaqtda aşı rol bilan çöküp kettiniz. Şunun bilan şu asasda şu rol çıktık. Şu vaxtki yaş vakti. Olmadı ne şu etikottu söylep. Baudun ne? Baudun. Şeyde kinap. Sakıl karılını şeyde aldık. Şuna kino başladık. Çetenin ofislerinin rolunu aldınız siz. Bundan burun kino qatnaşıp bakmagan. Yok. Kino qatnaşkan deyken Birinci kıtımı. ondan keyin kino qadar boshlanib ketdi da. Şundan başlayıp gittik. Hem de bunu eleştirin hem de lekin özüm çok helecik açısındadım. Ne dese şu vaxtda Sovet ondurğun eserlerini gördüm. Birinci gelin açıklanan bolğan eken onun üstüge Şinjan'ın birinci kino işlep atkan eken Sovet'ten ki şu vaxtda Sersallıkta diyen bir romanı vardı. Yeni bir kanca romanı var. Şularla ki Çarvasa'ya ait. Şu filmlerini gördüm. Bu romanlarını okudum. Şuna bana İngilizce şu Rus operası. Xo'sh, undaq bo'lsa, Tuyg'un Ahmedi akamiz yaratgan Chorosiya ofiserining obrazini ekranda bir ko'rib boqaylik. Lıqta bizni aylandırıp yürüştün ilgiri. Heliqi gümbezning yenida men bir ayak izini kögendim. İz? Qere bu izini kögendin keyin bakmu hayacanlanıp ketdim. Teri doktor janoblari, meningcha adab. Bova, bova. Su. Yo'q! Balam, bağırdı. Yapıllar Rosiya'nın zemini 300 yıldan beri otur hesap bilan kuniga 150 kvadrat kilometr süratda bağgansiri kengib ketib bardi deyishyotidu. Biz o'zimizning muqaddas vazifamizni hozir texmi unutib qolmasligimiz kerak. Başlayın. Ölçeşini başlanla. Hop. Çoğunqurluğu. 2 metre 80. Qis süreti. Sekundiga 1 metr. Buni şeytan qildimi nima? Yo'q, buni cho'qim bir odam qilgan. He? Anda olsa bunu kim qilgandi? Nəhayət yaxşı. Yol başlangıç öz kepti. Ətrafını axtırıb bu adamni çoxum kep çıxış kerak. O tarafdaki, qo'llanla.
kim? Sizlarning dadanglarni o'ltirib etgan malay. Şuma? Munofiq gaday o'z vaqtida sen menga yo'l boshlash unimaganding. Endi ularga yo'l boshlab baginingni bir ko'rib baqay. Bu filmga qatnashgan, ya'ni filmning bosh qahramoni. Bavdunning yosh vaqti, yashangan vaqti Ibrohim Buvaydan iborat 3 xil obrazni muvaffaqiyatli yaratgan bizning atoqli aktyorimiz Ablimit Sodiq akamiz bu film haqida nimalar deydi ekan o'z ig'izida bir anglab baqayli. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi tomoshabinlar, yana sizlar bilan qayta yuz ko'rishishga muyassar bo'ldim. Bu film bir vatanparvarlikni tashabbus qiladigan, vatan xalq uchun jonni pido qiladigan qahramonning obrazini tiklagan mundaq bir film. Shuning bilan birlikda milliy bo'lgunchilarga, shundaqla bizningki islom dinimizning to'niga o'rnab olgan har xil usul choralar bilan millatimizning e'tiqodidan foydalanib o'tirib, millatimizningki omonligiga, xotirjamligiga nuqson yetkazadigan, buzg'unchilik qiladigan mushundaq asabiy unsurlarga taqobil turadigan, zarba beradigan mundaq bir obraz. Endi bu filmni ishlash jarayoni nihoyat mushaqqatli, jafoliq, xeyli badal to'lagan bir film bo'ldi. Bu kinoni Beijing kino maktabininki muallimlari rejissyorlik qilib, ham o'zgartib, ssenariyalashtirdi. Kino bitib chiqqandan keyin markazdan tekshirib kino ko'rgiga qatnashishni o'rinlashtiribdi. Shunga munosabatlik rejissyorlar, munosabatlik artistlar bordiq. U yerda bu film birinchi darajalik mukofotga erishdi. Ijodiyat mukofotiga erishdi. Jumladan men ham birinchi darajalik mukofotiga erishdim. Endi men olgan Bavdun, Ibrohim Buvay bu ikki obrazningki hayoti, bular o'zining vatanini suydigan, vatanparvar, vatanni qo'g'daydigan jasurona qahramon, talon-taroj qildiganlar bilan jon tikib elishadigan mandaq bir jasurona, sadoqatman milliy qahramonlar desak bo'ladi. Endi bu obrazni meni Bavdunga, Ibrohim Buvayga buning tanlashdagi sayohat nima desa, men o vaqtida Shanxayda Şinjan'a borgandan aşı rolunu oynaysan. Bunun ismi Mao. Dedi, kitapni beğenmedi. Kitap özgərtiş jarayonida dedi. Şunu Şanxaydagi ishlarimni tugatib keldim. Kelgandan keyin bu yerda hammaylar bilan ko'rishdik. Rollarning hammasini bo'lib tayyorlik ustida turibdi ekan. Shuni filmga elish boshladi. Endi ishki ko'rinishinki o oson endi. Endi menga eng qiyin tuyuldigini shu saqal chaplaydigan, burch chaplaydigan, chash kiydigan mush ishlar. Artistlikni yaxshi ko'rganim bilan mush saqal chaplaydigan ishdan, burch chaplaydigan ishdan yemas eskilimiz hadi. Uningdagi qarasam buningki saqali bo'lish kerak ekan. Uning ustiga mening maydamning tuki oz bo'lgandan maydaga tuk chaplaydigan gapkan, chash kiydigan gapkan. O saqal chashlarni yorishib ketgan. Shuning bilan onun ustiga o ayni vaqtning o'zida bu yangi bo'lganligi uchun bu studiyadagi girimchiklar bo'lsin, kiyimchiklar bo'lsin, yangi. Ularmi yangi? Yosh. To'g'ri. Ondan keyin ba'zi narsalarni qamlashtirib olmaydi. Bu girimlarni ba'zi vaqt o'zlarimiz qilib ketamiz, tuyg'un ba'zi vaqt chaplaydigan narsalarni o'zimiz o'rgangan bo'lgandan keyin maktabda o'qigan vaqtlarimizda buni o'rgangan. O'zimiz girim qilamiz. O'zimiz saqal chaplay olamiz. Har xil usullar bilan da. Ularga o'rgatayotgan bir tarafdan mundaq chaplaysan deyotgan. Chaplagan narsa tumayotgan, aralashtirgan narsa qiyin bo'lmagan ekan. Girimchikka o'rgatayotgan, kiyimchikka o'rgatayotgan
Endi bu Baudinninki bu rolni abiyan deb ketdik. Endi o odamninki qanday obraz keldigini. Endi buni ijod qilish jarayoni osonga to'xtamadi. Uning har bir ko'rinishdagi so'zi, harakati, qiyofati, hatto bir tiniqidan tortib buni cho'nqur tushunib, obrazninki hissiyotiga cho'kish haqiqiy bir kasb ahli bo'lgan artist uchun elayotgan nihoyat muhim ish. Buni analiz qilishimiz kerak. Uni qilmagan vaqtida biz rejissyorniki haykalsimandagi qo'lchimoqqa aylanib qolamiz. Shunday qilish orqali bu obrazning ichki dunyosini asta singdirishga boshladik. Azm qilishga boshladik. Shunday bo'lgandan har kunlik oladigan ko'rinishlarning narsasini oldin ola biz shu kashf bo'lsa kashda, kunduz bo'lsa kunduz, attiganda bo'lsa attiganda, cho'lda bo'lsa cho'lda, uyda bo'lsa uyda tayyorligimizni puxta qilib boramiz. Endi bu 3 davrlik bir 3 bosqichlik rol bo'lgandan keyin davri chinib qolmaslik uchun har bir obraz o'zining hissiyoti bilan shu obrazning tiklanishi uchun qattiq tirishchilik ko'rsatdim. Chunki o'zimning bilimim to'van odam. Garda artistchilikda ozroq mening uningga oid bir qiziqishim, hozirgi degandek bir xil tabiiy talant degandek ashunga qiziqish talantim bo'lgani bilan uni tushunib, haqiqiy bir kishilarning ko'nglida o'rin olaligidek bir obrazni yaratish, ya'ni nurg'un tirishchilikni ko'rsatdi. Shunday bo'lganligi uchun ba'zi bir qiyin ishlarda uningdan bosh tortsak bo'lmaydi. Masalan, bunga misol keltirsak, bu Sovetninki ayni vaqtdagi Şinjan'a evatgan ishbiyonlik tariqasidagi Şinjan'daki mal dunyoni da bulaydigan kelgusidagi Rossiyaninki topinini dastisga yo'l payanda sepirdigan mındaq bir obraz bo'lganligi uchun buning bilan bo'lgan jang jarayonida elish bo'ldi. Yol başlıkçı. Baba. Baba. Dada, Baba. Yol başlıkçı. Baba. dada, 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 dada. Bunun bilan yaşanğan davrdagi 50 yildan keyingi hayotda elishadigan ayoliq o'rmonlikdagi to'g'raqlikdagi jangda
Onun bir çapalık muşluşlar bo'lib ketdi. Haqiqiy tayoqlarni yeb ketdik. Masalan, mening beshimga yo'g'on to'g'roq bilan akilib urdigan bir yeri vardı. O başta onunla akilib onun bak bir diqqat qilmabdik. Endi biz sahnada uyg'andimalik yalg'on urib kunab qolg'achqa biz ura olamiz endi. Endi yo'lg'isini kimlar rasmiy artistlik mundaq nima bo'lmagan ekan. Bu rost to'g'roqninki shaqida o yo'g'on to'g'roq. Onun üstüge akilib vaqada sası oldu şunun bilan məmalik təbiilamda şunda aqam qaraplam üzəm dəldigiz getdim. Toxtal dedi, ondaki mandaq tutub turub ağandikin axır uluyanmadıq da. Uluyanmadım. O toğraqni uğandikin dərğallam onu nim qılıb elissam boludu, lekin ağırdı. Gözəmdən lağıldab otçu ketdi. O toğraq yerliği quruq toğraq bo'lgani bilan eg'ir to'g'raq ekanda qarasam xeli obdan chiqib qolibdi mayada bir jumalaq narsa. Tutib turib olgan kun to'xtang dedi, to'xtat apparatni qaytadan oldik. O vaqtida bir lo'ngidan bijnata 4 qatlab avvaliq to'miqimning ichiga yo'g'on to'maq bo'lgan ekan. Qatlab ananda urib edi. Azroq og'irdi unda ishib chiqadigan shu edi. Keyin nuram ko'rdigan bo'ldi. Bu işler. Endi rahmetli memtelini aymanda kötürep tazaylık çöre ötediği yeri var da. Atıdığı yeri var. Endi o vaxtıda ay toğraq kılan mendağlam etiversen aşağı gelip tegsen toğraqın yer qozuqını çıkırıp tey yakıp koygan. Dal tegsizlem örülüp gidigan kılıp. Onun o da uyardı hayacanlanıp gelip darg'azab bilan uni cho'g'iltib akilib bundoq etib tikanman beshi bilan tegib u bechoram yerda hali qiynaldi o'g'ay oxir kelgan chog'da bu yo'l ostini ekan bilan urdigan bir javlab hali og'zi bir qanab ketdi kalli bilan bijni qo'yib ananda qovurg'iz soldigan bu kalli bilan qo'yib bo'lgandan keyin bu manmi o'zimni tutib ololmay qovurg'iz qilib tikanman shunga bish qovurg'iz egilib doktorxonada deyapti demak Muşunda japalık nimen işildik. Hem üyeninki japalık oluşu biz artistler için bir japalık oldu. Kalan rejissorlar için, operatörler için, çırakçılar için, jabdıkçılar ve başka hem kişiler için elbette çağın japalık oldu. Qarsanız xoddi simat yatkızıp olganda kelek ya to'g'raqlikda. Dassinizlam possida kirib ketib qolsa qiyliroq yeri bo'lsa odam mang'alaydi. Nepizroq yeri bo'lsa kirib ketgan to'zg'oq tekildi to'pi. Ba'zilari shu tizg'ichilik kelib cho'kib ketimizda. Shunchalik japalarni qilib bizlar traktor bilan haydab olib hatto traktor petib qolgandan keyin zanjir tapalliq traktor bor-ku, oshining bilan mashinalarni so'rab jabduq solgan narsalar. Oshunda olib yemek içmekimiz mi var, qoğun tavuzumuz mu var? O qoğun tavuzu ısıqda ısıp qalğandan keyin o yerliklerinin bir xil usulları var ekan. Nima ekan desa, endi o yapılanmagan qanday qilamiz uni? Biz uqmaymiz da. Aşağıdan qumni toz ko'lab, bir metrgachilik ko'lab akiliblam. Eli qo'g'in tavuzini ko'mbitdi-da bular. Voy, nima bo'lgan desa, atlik yeymiz, muzdek chiqdi. Uni uqmaymiz. Şu atik yani shu kelish to'g'ri kelib qolgan vaqtida berib yeymiz. 3 kun turdi ekan u saqlanib. Olsaq degan muzdek shunda huzurlanib ketamiz-da endi. Shuninglik bilan bu İbrahim boboyninki hayoti, bu Bavdunning yoshlik vaqti, uning yashangan vaqti, mo'shalikı yillarninki o'xshamagan davrdagi obrazlarninki ro'y holatini yaratishda endi Japanı tatdık. Tatqınımızga tushdik. Şu muşunu işlegen rejissorlarning ve birga işlegen artistlarning ve münasebetlik her xil sohadagi kishilarninki maqtashga erishdik, qo'llashiga erishdik. Bu jarayonda ba'zi vaqtlarda endi japalik bo'lsa, uningki andi bunda huzurlanadigan endi naytlik
oddiylan bir hayotda u. Yotimiz yo qumliq yoki cho'l. Oshxona. Qolgan ish yo'q. O yol başlığı filmini işleyen vaxtda, şu vaxtda Beijing Kino Məhkəməninki rejissorları, başqa xidmətçilər gəldi. Bunlar həqiqətən Şinjan'a birinci qətim kinonu qandaq işləkdi, bizə ögətdi. Ma işni mandaq qılısılar, mani mandaq qılısılar, dəb hikayə film işləkdi. Birinci qətim ögətkən həqiqi köyünüb. Birden hazırki operatorlar olsun, bəzən rejissorlar olsun, şu vaxtda şu Beijing deyin şeyinin malumları birden öğretti. İşte Jin Dongtian, Xie Fei, muhtemelen Cungo'nunki kinoçularınınki peşvaları. Şu ikisi kelip öğretti. Bu nesne kasakatli yapılmaydı. Hakikaten hazırki stüdyanın asası şu. Biz ikimiz dramada. Bizde okuyan dramada. Keyin kinoni öğrenişim. Keyin ben değişim okudum. Rejissörlüğünü. Lekin muştaq asas qilib hozirgi Tianjin kino studiyasi shularning yordami bilan baldıq kelgan. Evet, doğru dedi. İş qilib, endi gerçi men bu İbrahim Bobay bilan bu Bavudun'unki rolini 100% tushunib bu yoq o'tkazib etdim demasam-mı? Men tushunmagan yerlarimni da oshula mındaq. Tushundirdi. Endi tushundirib kichik bolaga dars o'tgandek. Ashunda qaytidim bizni bir kino sohasidagi artistlar qilib tarbiyalanishimizga bir asos berdi. Yeni bir misal endi adatlik. Qiziq ishlar jiq. Bir kuni nima Bavuduni sovuq tushirib etadi meni. Tushirib etgandan Allah iş var, ne var, kim var, motorluk kimi. Ne dolukun çıkıp bir de var. Meyada bir inç kısım bilen bağlaydı. Ben başta kılma suda. Çöküp etken, Bavudumun soğuk çöküp etkenken başta kılma. Kıgandıkken nemir jipne kuluğu tutup bir smeye tutamasa o ilk aya eksili. Aparatı çıktı mende. Şundan tutulmagan kim birken bulduklar vergendiken hele bir şeyin kuluğa jip krik tuttu. Fatih vergendiken birken sınıf kuyvetkendik ben bulduklar sınıf asla gittim. Jipni kuyvetken söylentem o pütün bu yöge çıktı. Oy desem çakçakla tutuyor. Sözü usta dedi. Oy deyme yeni çıkma yeni taş kaldı öyle gitti. Buvamni qandaq tutib ketganliging esingdan chiqib ketdimi? Ha? İbrahimning navrisimi sen? Meni afv qilgin. Undan ukam. Bir qo'shiqanim tilay. O'tinib qolay. Undan ukam. Rahmi qilgin. Bir qo'shiqanim tilayman. O'tinib qolay. Sağlı toktat değil mi? Toktat! Sağlı toktat!
Suda. Bir kez çıktı. Çıkandık hele kız hep koyuvetkenlik putum çamış koptu. Orluk koptu da. Açtan acık oldu kinoda. Şunun acıpalık, şunun lekin nadik oldu. Ne dese bu filmde bağıraş işindik. Bağıraş. Kaskad işindik. Oksud işindik. Tarımın işindik. Turpan işindik. Şunun acıpalık. Hele ügünümen de vatkan. Allah ügütmen de vatkan. Kızıkışlar yaxşı. Muhtar boğan diken, cepa diken hiç demez. Şunda bak, hazır ben durgun film katmıştım. Şimdiki. Lekin aşında kıngıllıq, cepanıma kıngıllıq. Aşta boğalık için olmadı degендek bizim filmimiz birinci kıdımdan memleket. Vakıvat girişti. Ben şu vaktin özüde film katmıştım. Benim bağırım çıkıp İki filmge bir vaqt oldum. Bir taraftan yol başkası katışma. Ayakta Şanghay'nınki Akbazat dep kinosu var. Onun var mı? Mağın işte boğanlık Alpan gaçıdı ayağa pırdı. Uyaydı işte boğanlık maya çakırı var. Uyaydı ayak gideme. Ya kaşkak var mı ya oksuk var mı? Maçtan capalıkta. Deyken turmuş nihayet hizmet. Boğan mesuliyet. Yaxşı boğalıktın bizde. Keski boğan, kızgınlık boğalık için cevabı bilinmedi. Ben iki film katlaştırdım şu vaxtda. Mayaqda, bana oxşaş seçimi sap-sırıq boyağan. Bunu boyayıb etken. Ayaqda Qazaqın rolunu, buluşu, banditinin oğlunu neyme, o qara. Qapqara. Onu o qanday qıldıysa, ben kim oxumayken bunu boyadım onu qarağa. Nemeге boyadı kendisi, kim oxup Oyak meyve o. Şununla oyda o kılıp ne kılıp bir praydı bu nime desem meşe deydi. Kim prap kaldı bu. Hemen daha bu çeçip akraydı gitsem ayak mıydı bayağıdır Ayak meydi. Seyrek ne? Karık boyaydı kenarda. Mayak seyrek boyaydı. Mayakta cüyesem buludu. Açtık. Moşta işte buludu da. Xo'sh, Abdumet Sodiq akamizning og'zidan film haqida nihoyatda yaxshi tushunchalarga ega bo'ldik. Endi Abdumet Sodiq akamiz yaratgan 3 xil rolning obrazini ekran orqali bir ko'rib boqaylik. Qirg'oqqa, qirg'oqqa. Seyitbay, sen meni to'namsan. Boğamni qandaq tutib ketganliging esingdan chiqib ketdimi? Ha? İbrahimning navrisimi sen? Meni bir qiyğin, ondan ukam, bir qo'shiq qanim tilay, bir qo'shiq qanim tilay, o'tinib qolay. Ondan ukam, rahmi qiyğin, bir qo'shiq qanim tilayman, o'tinib qolay, o'tinib qolay. Amina. Dada! Amina, qandaqroq turding bolam? Kesidan saqayib qoldim. Saqaydi. Mana shu doktor bizni qutqizib oldi. Dada, ular oltin ochqichni olgan odamlarmi? Oltin ochqich? Taqa. Tarımның altın açqıcı özünüzün qolida. Mende şundaq. Sizlar tarımның xo'jayinlari. Biz bo'lsaq sizlar bilan birlikda qumni tizginlab, suv boshlab, dehqonchilik qilib, tarımni gullantirgili keldik. Avdu! Bağdu! 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 Gel balam! Balam, qandaq keldin? Bova, senin kadim şehirge, ulağına yol başlıkçısı bulup bardıqallıqını anlap,
Yerim keçi bilen hiç kimge tüydüğüme kaçıp geldim. Bova, su içe. Bova, içe, içe. Yol başlangıcı namlıq bu film yuqorida bizga so'zlab bergan ikki ustozimiz, ya'ni Tuyg'un akamiz, Ablimit akamiz qatorliq bizning ustoz san'atkorlarimizning filmga qatnashib, hozir bizdan vaqtsiz ayrilgan marhum aktyorlarimizning tirishchanligidan, shundaqla markazdan kelgan o'qituvchi, rejissyorlarning ter oqqizishidan mana hozir xalq qalbidan cho'nqur o'rin olgan, hozirgacha zerikmay ko'radigan bir film vujudga chiqdi. Yo'l boshlag'uchi filmi markazning, ya'ni davlatning cho'ng mukofotiga erishib qolmay, Tangirtaq kino studiyasining kinochilik sohasini yuqori pallaga ko'tarib o'tdi. Yo'l boshladi. Oxirida ikki ustozning teniga salomatlik tilaymiz, umriga baraka tilaymiz. Bugungi programmamizga vaqtinglarni ajratib qatnashib berganinglarga hamda o'sha yo'l boshlag'uchi filmi to'g'risida zo'r tushunchalarga, bizni ega qilganinglarga, ko'rinmanlarimizga bilim berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Burchimiz. Rahmat. İnsan hayatı xilma-xil qismatlarga to'lgan bo'ladi. Agar to'qayliq to'lgan bu hayotda har xil odamlar har xil qismatlarni beshidan o'tkazgan bo'ladi. Oilada yaxshi hamroh, idorada yaxshi xizmatdosh bo'lib, turmush va xizmatdan iborat bu yukni birga ko'tarib, rayonimiz san'atining taraqqiyoti uchun o'ntizsiz to'hfa qo'shayotgan san'atkorlarimiz oz emas. San'at beg'idagi burjiblar sahifasida bugun biz ataqli usul rejissyori, Şinjan Sanat Yurti İcadiyat Tadqiqot Markazining mudiri, Naqshi usul o'migining muavin boshlig'i Kurash Rajab apandi bilan talantli usulchi, aktyor, Şinjan Sanat Yurti Naqshi usul o'migidan Bugul G'opur xonimning hikoyasini o'z og'zidan anglaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kurashga, Bugulada sizlarning shunda boshqalar havas qilgandek bir muhabbat hikoyanglar bor ekan. O'sha muhabbat hikoyanglar shu g'ayrib sanam filmi bilan munosabatli qo'dayman, ha? Shunda. Har qanday muhit odamga ta'sir qildi ekan. Shunday. Ham kino, muhabbat kinosi. Ikkinchisi o'zimizmi o'tdek vaqtlarimizda bu motahabi dag'bash qilmagan vaqtimizmi yengib vaqt. Endi bu g'arib sanam kinosining kishilarga shunday ta'sir qilishida endi biz Uyg'ur xalqining qalbida o'sha muhabbat dastonidan mushu bakrak cho'nqur xotir qoldi. Mana sizning dadangizni yaxshi ko'rdi ekan, bizning dadalarimiz shu. Xalqimizmi bak yaxshi ko'radi. Shu g'arib sanam degan ismni go'zal qizlarga, go'zallikka simvollik qiladi endi, taqlid qiladi. Kinoni 80-yili ishlab 81-yili tugatdik. Endi bu g'arib sanam yaxshi bir rejissyorning qo'liga tushdi. 80-yili Dalyanda yolg'iz 2-3 kishilik usul musobaqasi bo'lib, bu rejissyor men mengishdan burun meni bir ko'rib, sen tugutibli menga bir xabar qil, o'zingning ishingning tukunni dedi. Shuni ular xabar qilsak, shu Beijingdan Urumchiga tushdik, Urumchidan mashina bilan narat qilib ketdik. Narat qilib berib shu filmni boshladik. Birinchi ko'rinishlar naratda bo'lgan. Endi shu birinchi ko'rinishning ichida bu sanamni o'sha yerda ko'rib qoldik endi. Qarasak, sanam o'ynaydigan qizmi shu deydi. Biz endi oldimni debsizda. Qarishtiribdi bo'lib qoldik. Ichimda deyim bu qanday gap? Bu dushmanlashib qoldik birinchida bu ko'rishaplar dedik. Rejissyorning hamma narsalarni degandan keyin boshladi endi. Boshlagandan keyin qarasak bu kichik vaqtida bir 17 yoshmi yosh vaqtlar ekan. Biz sal pishqaroq vaqtlarimiz endi. Sen qahva. Shuni ular bir tarafdan film ishlash yo'lda, bir tarafdan endi muhabbatlashishmi boshlandi. Mana bir shikoyatdan keyin-da boshlandi. Rejissyorlar bu narsani o'qib sal andishma qildi. Bu kichik bo'lgandan keyin g'aribmi
birinci de kino oynaşı. Bu ikisinin oynayışına biraz tesir kıldı. Jügürüp gelip alaka Ferhat şiirinde jügürüp gelip garip Ferhat olap sunu başlagan dikin. Dağlı ikisi da beşini koyduğun bir ya varken. Vakti ben turuptu ben o yerde bulup mıyna kılıdı. Rejisörüne tokta dep kabul oldu. Keyin anındakin rejisörünüz bilen paranlaşıp moşu birisinin kino filmi elevatkandı. Birisinin tuğmanlar diye hatta maşına ayak geldik de. Şu yerden başlap ısırı teşki başlap. Yani yeter kaptı kendi gayrip bilen bu. Ana kılıp anındakin kinomu tüküdü. Uf dediniz de ha. Uf dedik. Onun ulapla 81'nin 9. ayda andakin. İkimizin ata-analarımı ankaça görüşüp bitişti. Ondan toy kıldık endi. Kinoda muradыңызга yetmеген bilen Ameliyatda muradыңızga yetdiniz mana. Ayadımı yüzümüzün taşlap yalga ölgen bolup aldık, lekin keyinki hayatlarımız yaxşı boldu. Garipkam rolüle alıp gitti de. Garipkam şu rolü bilen bolup ketdi. Rolüle alıp gitti. Rolü bolup ketdi. Endi hazır o anandaki bu bir neçe filmin işildi. Men şu işliginim şu film boptu. Anandaki biz maaş bilen bolup ketdik. Usul senden maaşları bilen bolup ketdik. Hazır endi bu ikimizden bir oğul bir kızımız var. Oğlum mesela aç televizyon stansiyada. Zulfikar. Zulfikar yaxshi xizmat işimiz. Dilxumar o Erbirayın Sanat Ümektiti hazır almıştırıp sanat institutida usul o'qituvchilik almashtirib oldi. Mana varis. O ayol ishladi da. Anandaki bizde yani kichik sanamda ikkisi tug'ildi endi. Mana. Nevrimiz. Nevra. Aşı buna aşağılık oynagan vaqtlar tekin bir ikkisi tug'ildi. Ona birisi Zulfikar'ın balası o Zulay dedik. Dilxumar'ın kızını Dilay dedik. 2 ay tug'ildi endi. Başına olan bizning öyde 2 kun 4 ay payda oldu. Öyle oldu. Varislar payda oldu. Bugunlarda sizcha sizningki tanışgan vaqtlaringizdagi qiziqarli baqichan shu sizlar birli qiz emas, o kinoda nurg'un qizlar cho'qirishib jursizlar. Abdullah Shotirini tillab. Shu jarayonda do'stlaringiz dedi-ku deymanchi Abdullahdan to'y qilishni boshqalar qilsa bo'ldi deb, dushmanlardan to'y qilsa deb. 80-yili G'arib sanam kinosiga tanlanib, Bo'ldimi? Endi bütün artistlar bilan G'uljining Narat degan yeriga bordik. Berib biz bir necha kun kino ishlagandan keyin Abdullah Shotiri deb bir artist keldi dedi. Voy, shundoq bir danglik usulchi ekan, Daliyanda bir musobaqaga qatnashib birinchi bo'libdi. Biz kichik emasmi, qo'shal bizga. Shuning oldiga chiqib bir mashinadan tushdi, bular bir jip mashinadan. Do, qarasak bir yo'g'onli bir odam. Qandaq emas-da. Ya. Cho'ngli bir odam endi. Shuningdagi qamlashgan bir mashinadan tushdi bu odam. Tushib birinchi so'g'an gapi hech kimdan so'maydi, hozir unutib qoldi uni. Choy bormi deb so'g'an mendan. Mana. Bunda bir gazlarga choyni qo'yib, biz karvatlarimizga asta qo'yib qo'ydigan, to'qam kinoni ishlab kelib ichadiganqa. Hadab badim o choyni ichdemiş, xasiyat topbaylarni tatmanimiz bir yataqda. Şu çayda bir gap var ekanda. Shu choyda bir gap bor chuqum. Shuning bilan ertasidan boshlab shu kino elishga mangduq qiliqi yasagan o'rdiga. Orada. Charbaq. Charbaq endi. U yerda shu birinchi ko'rinishni olganda endi esimga kelyapti. Birinchi ko'rinishni elib, g'aribni tutib manga vaqtingiz o'g'imdi. Shikionlar ravaqda Körüşümen diye vaxtında. İkimiz uçraşqa vaqtimizda bu adam kelib, lashkar boshlab kelib, g'aribni tutinglar deydi de, endi kinoda qo'ysin nima qilasizlar. Hadding emas deb qaraydigan bir yer bor. Bu yerda hadding emas deb kulib ketgan o'xshayman. Endi bir necha kunlardan keyin endi nima shayton kuladi ekan bilmayman. Shuning bilan rejissor degan to'xta deb to'xtadi, shuning bilan to'xta degan gapi ig'ir kelib menga yig'ladim men endi. Voy hammasi sanam deb degan osmon ko'tarib turgan mencha odam yo'q u yerda. Bu adam o yanımda vay deb turdi, g'aribjon voy deb turdi, o'chog'da men degan ish taqib ketayotgan vaqt. Shuni bilan yig'ilsam, endi shu chog'dagi Shavvoz vazir, hozirgi qaynotam Rajab Toji,
Balam sen bu go'shtni ye deb tomoqning go'shtini shu yotgan haliqi qozoq uydan yasab qo'ygan. Shu yerga ko'tarib kiribdi. Bu odamning kirganini bilmayman, endi bu allaqachon bu ko'ngilga tushib bo'lgan ishlar ekanmi deyman. Shuni o go'shtni yedim menmi? Madam choy ichganga o'xshash. Go'shtni yedik, shunday qilib kinolarni ancha-muncha endi Go'shtning bir gap ekanda. Choy bilan go'sht. ishlashga boshladik. Shundan keyin u yerda endi g'aribjonmi yaxshi bola. Endi kunda mashq qilamiz, u bolamda bizni kesibdi bo'lmagandan keyin bu kishi endi usulning eng yuqori pardadagi odam bo'lgandan keyin biz keyindan yugurib shu roze yo namankam shamsiya deganlar birga mashq qilamiz endi u yerlarda. Mashq qilib yuduq, uning ustiga jutimiz bir jutgan. Bo'lishig'i naqsh dutta chaldi odam ekan bu. Ovozni jiraqdan anglar. Ovoz men oldim bo'g'ay. Shunda qilib asta-asta uchun bamidan hammani ishlatib asta-asta shunda qilib shu birlikka kelib qoldik. Shundan keyin turmush qurdik. Kino tikkandan keyin turmush qurdik. Shundan keyin endi shu 81-yildan boshlab mana hozirga qadar inoq yil o'tyapmiz. 2 balamiz bo'ldi. Endi bu odamningki shu vaqtning o'zida endi dangliq bir usulchi bo'lgandan keyin menmi kino ishlayman deb o'tirib chiqib olsam bo'lmaydi ekan. Menimcha kinodan izlab kelgan bo'lgan. To'g'ri. Birga bu odam endi bu kishi o'sha gitdim demya. Endi bo'smish bolalarni boqib o'ttasi ekan deydi qachon. Darvozadan kirgizmidi ularni. Jo'yning darvozasidan kirgizmidi u rejissorlarni. Izlab kelganlarni. Balani vaqtson, menga chiqaydida qachon. Bir ikkisi degandan keyin to'xtab endi meni chiqadiganim shu tukka o'xshaydi. Balani baqay. Dedim bir balam 2 bo'ldi. Ikkinchi qizim tug'ilgan vaqtida endi bu usulchilikmi bo'ladi ekan, u erlarga nisbatan bir ijodiyatni o'qib kelay dedi. Men endi kichik. Ikkinchisini tuqqan vaqtim men endi 22 yosh vaqtim. Zulfiqar balamni men 19 yoshda nima qilganda endi yuz ko'rishgan. Shuningga shu chaqda men aqlim bor ekan, bola bilan tan qaraymiz demay bo'pti deb evatibdim. Shunchalik jafo tortdim. Hozirgidek telefon nima ish qiladi? Eliq yangi yoziq chiqatni yozamiz. Manda jafo tortdik, manda bo'layotimiz deb. U necha kunda keladi? Bu necha yoz, necha kunda? Kagich ko'zim to'rt. Eliq bolaning rasmga tushib meni evatdi. Hozirgidek shuldigan bo'lsa deganda kundilik evatmamdi. Bir qiyinchilik vaqtlar endi. U yerda jafo tortib o'qidi. Uning oldidan o'qibdi ekan Bejinda. Shunda yaxshi o'qibdi ekan, u yerdan yaxshi o'qib keldi bu odam. O'qishni yaxshi ko'rdi ekansiz, bu odam o'rlab o'qishni yaxshi ko'rdi. O'qish qamroqda. Shunda qilib antikin men bolalarni asta-asta o'zim shu bolalarga qarab, o'zimning usulining o'rdisidan chiqadek artislab o'tdim. Bek yomishib ketay desam, bu allaqachon jahonga tunilib bo'lgan odam. Unda bo'lgandan keyin men endi bolalarni tashib yetiblam, keyindan yomishib chiqsam, turmush bo'lmag'idek. Shundami? Birisi qurban Birisimiz qurban bermasak bo'lmaydi ekan. Endi balki men ikkisi tang chiqqanlarmi bormi shu juplarning ichida. Lekin sal ta'sir. Men endi ustoz bo'lgandan keyin ham ustozim, ham yo'ldoshim, ham kasbdosh bir idorada ishlaymiz. Ash idorada qilayotgan xizmatlarga qarab to'xtabdi deb boshqalardan yarim soat burun mashqdan burun kirib ketib tomoqni tayyorlab turdim. Qaraganda kelib bilib bo'lmay uni. Kirib lag'mam, ish qashto'sinmi deydi. Kirkesin degan o'xshaydi men deb kirib ketdim-da. Ashunda qilib endi shu bir opchi usullarning ko'disidan chiqdik. Yolg'iz usullarga chiqmag'idek. Kinolarga chiqmay, 2 bolamni san'at uchun tarbiyalay endi. Men qilamaganimni qizim qilsin deb qizimni usulchi qilib oyog'ini ko'tarib yurdim keyinidan. Shundaq yaxshi usulchi bo'ldi qizim. Endi harbiy bo'lganlik uchun balkim yerlikdagilar toz to'nib ketmasligi mumkin. Endi hozir endi yosh bir yak bo'lgan harbiyning almashtirgan vaqti bo'ldi ekan. San'at shu yanga o'qituvchilikqa almashtirdik. Endi o'qituvchi bo'lib ishlayotdi. 2 bolamiz artist bo'ldi. Oxirisimizni endi uzmaydigan bo'ldi. Bizning qilamagan ishlarimizni hozirgi jahon, hozirgi taraqqiy qilgan jahonda endi shu bolalar ko'rdigan bo'ldi. Shunda qilib o'tdik endi. Shunda qilib endi kurashganimiz bilan 30 necha yil birga o'tyapmiz. Rashka bo'lganda qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashganingizga rahmat aytamiz. Mashhur Uyg'ur teatri peshvosi
Ahmet Ömer, Uyghur yeni medeniyeti ve tiyatrçılık san'atining asosliq namoyandalaridan biri. 40 necha yillik san'at hayotida Uyghur tiyatrchiligi uchun yurak qinini sarf qilgan atoqli komediya artisti, Uyghur xalqining faxrlik o'g'loni Ahmet Ömer 1916-yili Qashqar shahriga tava Nazarbog' yezisida o'qimishliq oilada tug'ilgan. 1933-yildagi Aprel o'zgarishidan keyin ochilgan fanniy maktabda 3 yil o'qib, 1936-yili Urumchidagi o'lkalik Darul Mualliminga o'qishga kirgan. Kichigidilla yuragiga tutashgan san'at o'ti 3 yillik o'qish hayotida texmi ulg'ayib, ruhanni qo'g'dash, Logochev vaqasi qatorliq dramalarda bosh rolni voyaga yetkazib o'ynab, maktabda ko'zga ko'ringan o'quvchi artist bo'lib qolgan. 1939-yili o'qish bitirib Xotanga xizmatga taqsim qilingan. U Xotanga beribla sanoyi nafisa, ya'ni hozirgi san'at o'mak tashkillab, o'zi yezib, o'zi rejissorlik qilib, ham o'zi o'ynab, nurg'unlagan ilg'or iddilik asarlarni sahnalashtirib, Xotan teatrining taraqqiyotiga belgilik to'hfa qo'shgan. 1941-yili Guminaylik ishchilar uyushmasiga rais bo'lib saylangandan keyinmi teatrchilik ishlarini ching tutib ishlab teatrxona soldirdi. Bu mezgilda undaq qozongan mundaq chumush, Farxur Hokim, G'erib Sanam, Farhod Shirin, Tahir Zuhra qatorliq drama operalarni sahnalashtirgan va Chimangul qatorliq dramalarda bosh rol olgan. Bu mezgil dal Gomindang aksiyatchilarining asabiylashgan vaqtlari bo'lib, Ahmet Ömer boshliq bir turkum ilg'or iddidagi yoshlar Gomindangning ko'ziga qadalgan mix bo'lib, oxiri ularni Xotandan qo'g'lab o'tgan. Ahmet Ömer buninglik bilan to'xtab qolmay, Xotandan billa qaytgan yoshlarni boshlab, Qashqarga kelib, bu yerdami teatr o'ynash orqali Gomindang doiralarining zitiga tekkan. Natijada 1947-yili 22-iyul Qosimjon Qambir qatorliq bir turkum ilg'or yoshlar bilan billa qo'lga ilingan. 1949-yili davlatimiz ozod bo'lgandan keyin Ahmet Ömer yana davomliq atrofidagi o't yurak yoshlarni yig'ib, ozodlikni kuylaydigan nomerlarni ijod qilib sahnalashtirgan. 1952-yili 3-oyda sharaf bilan Jungu Xalq Ozodlik armiyasi sepiga kirdi va Ozodlik armiyasining Qashqarda turishliq 5-korpus 13-diviziya san'at o'magining mas'ullaridan biri bo'lib qoldi. Bu jarayonda armiya ichidagi san'at talanti bor yoshlarni tashkillab, o'zi yozgan Tangdan keyin qatorliq bir necha sahna asarlarini sahnalashtirib, o'zi bosh rol olgan. Oqchashliq qiz operasini sahnalashtirib, armiya ichida alohida xizmat ko'rsatgan. 1953-yili harbiy sifatini kasb almashtirib, Janubiy Shinjang san'at o'makida rejissorlik va o'mak boshlig'i bo'lib ishlagan. Bu jarayonda Boy va Malay, Chavshan qizi, Shanxay kechisi, Robiya Saidin qatorliq dramalarga rejissorlik qilgan ham rol olgan. Uning teatr san'atidagi mo'l tajribasi ham talantini ko'zda tutgan rahbarlik uni 1955-yili Abdunum rayonlik naqshi usul drama o'makiga rejissor qilib o'tkigan. Shuningdan boshlab 1966-yilgacha ilgari oxiri bo'lib To'y, G'uncham, G'erib Sanam, Arshinmal Alam, 1-avgust bo'ronlari, 26-avgust harpsida, Guldirba yomg'iri yo'q, Gulnisa, Tamg'ini tortib olish, xemir turish silish kerak, Yalquntaq g'azibi qatorliq nurg'un drama va operalarda rol oldi va ba'zilariga rejissorlikmi qildi. To'lama afsus, inqilob yillarida chidg'usiz azob oqibatlarga duchor bo'lgan Ahmet Ömer partiya 3-umumiy yig'ini ichilib, elimiz osmonidagi qora bulutlar tarqagan chaqda yoshlik bahori urg'ib turadigan qiron ardin tinini har xil kasalliklar qoplagan kasalman buvayga aylandi. Shundoq bo'lsa-mu, teatr desa jon beradigan bu to'hfakor ustoz 1979-yili xizmati asliga kelgandan keyin o'mak tarafidan qayta o'ynalgan G'erib Sanam operasining muavin rejissorligini ustiga oldi. Orqadilla Beijing kino studiyasi ishlagan ranglik hikoya film Nasriddin apandiga maslahatchi bo'ldi. Shu yili 10-oyda taklif bilan mamlakatlik 4-navbatlik adabiyot san'atchilar qurultiyiga qatnashib, koni ustozlari bilan yana bir qitim jam bo'ldi. 1980-yili Abdunum rayonlik 3-navbatlik adabiyot san'atchilar qurultiyiga qatnashdi. Ahmet Ömer'ning necha 10 yillik san'at hayotida rol olgan asarlardan boshqa o'z yozgan asarlarimi
zo'r salmoqni egallaydi. Salomatligining yaxshi emasligi. Eng muhimi, ko'zning yaxshi ko'maydigan chig'idimi ijodiyatni tashlab qo'ymadi. Ayni yillari yezilib bitmagan Farhod Shirin operasini va Qonliq Tilxat nomli dramasini Toshvoy nomli zo'r hajmlik o'chirkini yezib bitirib, o'zining bir qism yumur chaqchaqlari bilan qo'shib sahna asarlari to'plami tuzib, nashriyat o'rinlariga topshirdi. Natijada bu san'atkorning amgiki hargizmi yadi qolmadi. 1985-yili 6-oyda Şinjan Xalq nashriyati tarafidan bu asarlar Ahmad Umar asarlari degan nom bilan nashr qilib tarqatildi. Bu rahimsiz kasal oxiri bu giganit odamni yiqitdi. Uyg'ur teatr san'ati uchun qon ter singdirib, teatrning o'tida ko'yib, suyida oqqan bu hurmatga sazovor ustoz san'atkorimiz Ahmad Umar 1987-yili 8-oyning 8-kuni bu ustoz san'atkor kasal sababi bilan qutqizish unin bermay biz bilan mangulik vidolashdi. Dunyoga keldingmi bir kuni ketsan, ket degan buyruqni bajo etsan. Gül terib ajringdan ichildirmasang, izingdan unudu minglarcha tikan. Ahmad Umar akaning hayoti xuddi yuqoridagi she'rdakla gül terish bilanla o'tdi. Elvida ustoz, xotirjam eting. Siz tergan gullardan targ'an xushburoqlar mangu yo'qolmaydi. Şinjan televiziya stansiyasi, Qashqar viloyatlik partkom tashviqot bo'limi, Qashqar shaharlik xalq hukumati, Koni shahar noyilik partkom xalq hukumati, Şinjan Xo'yi madaniyat taqitish shakli shirkati, Şinjan Dolan o'qachilik shakli shirkati birlashib ishlagan 30 qismliq televiziya teatri Qashqardagi hikoya 2015-yili 9-oyning 1-kuni Qashqar shahriga tava Paxtakla yeza Gomudi yangi kentida rasmiy suratga ilinishga boshladi. Bu televiziya teatri Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligiga atab ishlangan sovg'a hisoblanadi. Egilishcha film ssenariysini rayonimizdagi danglik ssenaristlardan Qahar Niyaz bilan Umar Qodir yozgan bo'lib, tonilgan rejissor Tayir Hamud bosh rejissorligini ustiga olgan. Asosli rollarni danglik aktyorlardan Hoshir Qari, Xayrigul Hasan, Qayyum Muhammad, Xasiyat Qurban, Imom Yasin, Dilshod Barat, Parizat G'ini, Altun-ay Kamil qatorliqlar oladigan bo'lib, filmga ketadigan umumiy artist soni 100 dan oshadi. Bu televiziya teatri Şinjan televiziya stansiyasi tashkillagan Şinjandagi nopuzliq asonliq millat kino televiziya xodimlari qatnashgan film bo'lib, asosligi Qashqar yezillaridagi dehqonlar turmushi aks ettirilgandan boshqa millatlar ittifoqligi. Üç el xizmat atritining yerli xalq bilan bo'lgan munosabatlari va ularga qilib bergan yaxshi ish izlari qiziqarli voqea yumoristik til bilan ifodalangan. Filmning suratga elinish vaqti 2 oy atrofida bo'lib, mushu yilning oxirida Şinjan televiziya stansiyasining har qaysi kanallari orqali ko'rmanlar bilan yuz ko'rishdi.